Agar rostdan ham sizga subsidiya chiqishini xohlasangiz, bu ma'lumotlarni bilib qo'yishingiz tavsiya beriladi. Avvalo, subsidiya ochilganligi haqida ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak. Xabari bo'lmaganlari uchun 16-mart soat 14:00 dan boshlab subsidiyalar uchun arizalar qabul qilish jarayoni boshlanadi. Subsidiya sizga ijobiy tasdiqlanishi uchun eng muhim shartlardan biri shuki, er va xotinning nomida butun respublika hududi bo'yicha turar joyga egalik huquqi mavjud bo'lmasligi kerak. Bundan tashqari ijtimoiy mezonlar asosida eng kamida 30 ball to'plagan bo'lishlari kerak. Bundan tashqari subsidiyaning davomi ham kreditning bir turi bo'lganligi uchun siz rasmiy daromadga ega bo'lishingiz kerak. U xoh davlat tashkiloti bo'lsin, xoh xususiy tashkilot. Arizalarni yuborishni esa imkon qadar ochilishi bilan boshlaning, chunki har bir hududga limitlar tasdiqlangan bo'ladi va agar sizning hududingizda limit to'lib qolgan bo'lsa, sizdagi barcha sharoitlar subsidiya mezonlariga to'g'ri kelgan taqdirda ham sizga subsidiya ajratilmaydi. Subsidiyalarga arizalarni 3 xil usulda yuborishingiz mumkin. Birinchisi davlat xizmatlari markaziga bevosita borish orqali. Ikkinchisi esa mygov.uz portali orqali. Uchinchisi esa mygov ilovasi orqali arizalaringizni yuborishingiz mumkin. Ma'lumot sifatida aytib ketaman, 2026-yil uchun 2,7 trillion so'm subsidiya ajratilishi rejalashtirilgan. Agar hali ham profilimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni tavsiya beraman. Sababi 15-mart kuni Telegram kanalimda aynan mana shu subsidiyaga ariza topshiruvchi insonlar ishtirokida chat o'tkazaman va barcha savollaringizga aynan mana shu chat orqali javob olishingiz mumkin bo'ladi.